Bugungi dars temamiz trepanasa turlari. Trepanasa turlariga keladigan bo'lsak, bunda gaymer bo'shlig'i, sinus bo'shlig'lari va bosh sohasiga ochib kirish yo'llari hisoblanadi. Boshqa teshiklar ham bor, boshqa nimalar ham bor, lekin u yerlarga qilinadigan operatsiyalar asosan kitobda ko'rsatilmagan va shuni hisobga olgan holda hozir borini aytib berishga qaror qildik. Xo'p. Gaymer bo'shlig'ini Coldwell Luke bo'yicha trepanasa qilish. Birinchi qiladigan ishimiz yuqoriga lab to'mtoq ilmoq bilan tepaga ko'tariladi. Yuqoriga lab to'mtoq ilmoq bilan tepaga ko'tarilgandan keyin o'tuvchi burmadan shilliq qavatga o'tuvchi burmasi bor, o'sha tomondan kichik ikkinchi oziq tishdan katta kurak tishgacha chiziq kesma kesiladi. Kesma kesilgandan keyin o'sha yerda o'tadigan nervlar va o'sha zararlab qo'yilmasligiga e'tibor qaratish kerak. Va undan qilingandan keyin suyak usti pardasi kesiladi. Suyak usti pardasi kesilgandan keyin o'sha sohalar qisqich suyak qisqichlari bilan birinchi teshikcha qilinadi. Teshikcha qilingandan keyin o'sha teshikcha qilgan tomondan ikki tomonga o'zi qiruvlar o'ziga mos ravishda 2 sm dan 4 sm-gacha teshikni kengaytiradi. Teshikni kengaytirgandan keyin bo'shliqqa tushiladi. Bo'shliqqa tushgandan keyin o'sha yiringli soha maxsus parda bilan o'ralgan bo'ladi. O'sha parda sekin kesilib tepa qaratib pastga qaratib qo'yiladi-yu, o'sha tomondagi yiringlar yaxshilab tozalanadi. Qoshiqchasi bilan respirator qoshiqchasi bilan qirqib tozalanib olinadi. Tozalab olingandan keyin deyapti, yiringni og'iz bo'shligiga tushib ketmasligi uchun deyapti. Hozir nima uchunligini ham aytaman sizlarga. Yiringni og'iz bo'shligiga tushib ketmasligi uchun bilamizki, baribir yiring o'sha jarohat joyi tozalangandan keyin ma'lum muddat miqdorda o'zidan ajablanib chiqib turadi va o'shanni oldini olish maqsadida o'sha gaymer bo'shlig'ining yuqori qavati bor, burunning pastki qavati bilan chegaradosh bo'ladi. O'sha tomondagi suyak olib tashlanadi va uning shilliq qavatidagi pesh shaklidagi laxtak qirqib olinadi. Laxtak qirqib olinadi. Ayrim qiruvlar degan bu laxtakni olib tashlaydi degan. Keyin laxtak qirqib olinadi-yu, o'sha olingandan keyin o'sha tomondagi og'iz dastidagi shilliq parda tikiladi. Gaymer bo'shlig'i va sinus bo'shlig'i orasi teshik yordamida burun tomonidan tamponada qilinadi. Ya'ni yiringni o'sha tomondan chiqib ketishiga, tozalashga yo'l qilinadi. Bu birinchi usul edi. Ikkinchi usul esa oddiy usuli bu punksiya qilish orqali, gaymer bo'shlig'ini punksiya qilish orqali bo'shliq tozalanadi. Bu gaymer bo'shlig'ini Coldwell Luke bo'yicha trepanasa qilish edi. Xo'p, endi sinus bo'shlig'i, sinus frontalisini trepanasa qilishga keladigan bo'lsak, bunda yuqori qoshning mana shu sohadan pastga qarab ko'zning pastki sohasigacha kesma o'tkaziladi. Bunda asosiy narsaga e'tibor qaratish kerakki, peshona sohasidagi bilamiz, katta g'oz panjaning yuqori tarmog'i shu tomonda o'tganligi uchun ehtiyotkorlik bilan o'sha ko'zni nimalar ko'zni qonlarni ta'minlaydigan qon tomirlarini ehtiyot qilish kerak. O'sha yerdan ochishdan oldin, yaxshi funksiya qilishdan oldin ishonch hosil qilinadi. Haqiqatan yiring bormi, yo'qmi aniqlangandan keyin o'sha kesma tomondan bo'rtib chiqqan ko'zning tepa tomonidan bo'rtib chiqqan suyak tomonidan ikkita kesma o'tkaziladi. Bittasi pastda bo'ladi, bittasi tepada bo'ladi. Pastki tomondagi bo'shliqlar tozalangandan keyin tepa tomondagi ham yoshlar tozalanadi. Barcha bo'lgan devorlar, to'siqlar olib tashlanadi. Olib tashlangandan keyin yaxshilab tozalanadi va shunda degan o'sha drenaj qilishda degan burun bo'shlig'ining yuqori peshona bo'shlig'i bilan burun bo'shlig'ining yuqori qavatidagi suyak olib tashlanadi. O'sha burun bo'shlig'ining yuqori qavatdan sinus bo'shlig'iga drenaj qilinadi.
undan keyingi yeringlarni chiqib ketish maqsadida. Bu sinus bo'shlig'i bilan gaymer bo'shlig'ini trepanatsiya qilish edi. Balkim qolib ketgan joylari bo'lishi mumkin. Buni o'zlari to'ldirib olasizlar.